Assalomu alaykum tinglovchilar. Men Urganch davlat universiteti turizm kafedrasi o'qituvchisi Qurbonov Feruz bo'laman. Demak, sizlar bilan bugun turizm siyosati va boshqaruv degan mavzuda ozmi ko'pmi o'rganib olsak. Demak, rejalarimiz quyidagilardan iborat. Davlat siyosati va rejalari turizmni rivojlantirish uchun davlat siyosatlari va strategiyalarini ishlab chiqish birinchi rejamiz. Ikkinchi, hududiy rivojlanish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish va hududlararo turizmni targ'ib qilish bo'yicha. Uchinchi reja, xalqaro hamkorlik, ya'ni xalqaro turistik tashkilotlar bilan hamkorlik va chet el sayyohlarni jalb qilish strategiyalarini ko'rib chiqamiz. Keyin birinchi o'zi turizm siyosati va boshqaruv degan bo'yicha o'rganib o'tsak, bu demak mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishda muhim rol o'ynaydi, bilamiz. Ular turizm sohasini samarali rivojlantirish, uning salbiy ta'sirlarini kamaytirish va barqaror o'sishni ta'minlash maqsadida ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Keyin turizm siyosati bu davlat yoki mahalliy hokimiyat tomonidan turizm sohasini rivojlantirish, boshqarish va tartibga solish uchun qabul qilingan strategik qarorlar, qonunlar, rejalarni o'z ichiga oladigan tizimdir. Uning asosiy maqsadlari demak quyidagilardan iborat ekan. Bular birinchisi rivojlanish strategiyasi, ya'ni turizm sohasini qisqa va uzoq muddatli rivojlanish yo'nalishlarini belgilab beradi va strategik rejalarni tuzishda yordam beradi. Keyin qonunchilik bazasi turizm faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar, me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishni maqsad qilib oladi. Keyin investitsiyalarni jalb qilish, xususiy va davlat investitsiyalarini turizm sohasiga jalb qilish uchun muhim sharoit yaratishga o'zi maqsad qilib oladi. Keyin infrastruktura yaratish. Infrastruktura deganimiz endi transport, mehmonxona, sog'liqni saqlash va boshqa zarur infratuzilmalarni rivojlantirish o'z oldiga maqsad qiladi. Keyin marketing va promotsiyalar, ya'ni aksiyalar, har xil promotionlar shularni o'z ichiga oladi. Bunda mamlakat yoki mintaqani turizm uchun targ'ib qilish va xalqaro bozorda raqobatbardosh qilishni maqsad qiladi. Va keyingi navbatda barqarorlik va ekologiya bo'yicha demak o'z oldiga maqsad qilingan. Bular demak turizm faoliyatining ekologik barqarorligini ta'minlash va tabiiy resurslarni muhofaza qilishni tushunamiz ekan. Keyin turizm boshqaruvi deganda nom tushunamiz. Turizm boshqaruv bu turizm faoliyatini samarali tashkil etish va nazorat qilish va rivojlantirish jarayonini tushunamiz. U quyidagi asosiy komponentlardan, ya'ni shulardan iborat bo'ladi. Birinchisi rejalashtirish, turizm obyektlari va xizmatlarini rivojlantirish uchun aniq reja va strategiyalarni ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Va ikkinchidan tashkiliy tuzilma, ya'ni turizm sohasidagi tashkilotlar, institutlarning samarali ishlashini ta'minlab beradi. Keyin resurslarni boshqarish. Aynan bu yerda inson, moliyaviy va material resurslarni nazarda turibdi va shu resurslarni optimal tarzda taqsimlash va foydalanishni tushuniladi. Keyin xizmat sifati va endi xizmat sifati turizm xizmatlarining yuqori sifatini ta'minlash va mijozlarning ehtiyojlarini qondirish tushuniladi. Keyin monitoring va baholash. Monitoring va baholashda turizm faoliyatining natijalarini kuzatish, tahlil qilish va zarur o'zgartirishlarni kiritishni tushunamiz. Va oxirgisi demak marketing. Bunda turizm mahsulotini targ'ib qilish, brendni yaratish, mijozlar bilan aloqani o'rnatish, ya'ni shu mahsulotni sotishni tushunsak ham bo'ladi. Keyin turizm sohasini davlat tomonidan tartibga solishning xorij tajribalarini ko'rib chiqsak, turizm sohasidagi yetakchi olimlardan biri Jeffries turli davlatlarning turizm sohasi rivojiga ta'sir ko'rsatadigan keng miqyosdagi siyosiy maqsadlarni sanab o'tgan. Ispaniyada 1960-yillarda Franco rejimini turizm sohasidan davlatning siyosiy maqbulligini qonuniylashtirish hamda iqtisodiy salohiyatini tan olish uchun foydalaniladi. 1930-yillardan buyon
Fransiya hukumati sobiq SSRning kurortlarda ishchilar hayoti sifatini yaxshilash uchun ilgari surilgan rekreatsion turizm g'oyasiga o'xshash ijtimoiy turizm konsepsiyasiga amal qilib kelmoqda. Ayniqsa aholining daromadi past qismi uchun turizm imkoniyatlarini yaratish bilan davlat o'zining farovonligini ta'minlash funksiyasini kuchaytiradi. Turizm mavsumiylik xususiyati ba'zi davlatlarda va hududlarda o'rta darajada kuchli bo'lganligi bois davlatning aralashuvisiz yil davomida kuzatiladigan turizm faoliyatini olib borish imkonsiz bo'lishi mumkin. Turistik manzillar o'z faoliyatini davom ettirish uchun tashrif buyuruvchilar soni yetarli bo'lmagan va daromad miqdori kam bo'lgan holatda davlat subsidiyalari va grantlari raqobatdosh bozor sharoitida ular uchun yashab qolishning yagona vositasi bo'lib xizmat qiladi. Turizm industriyasining davlat tomonidan boshqarilmasligining foydali tomonlaridan biri subsidiyasiz va davlat aralashuvisiz bozor iqtisodiyoti raqobatdoshlikni kuchaytiradi. Bu esa innovatsiya va yangi g'oyalar dinamik turizm industriyasini kuchaytirar ekan. O'zbekiston turizm siyosati va boshqaruvi O'zbekiston turizm sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Mamlakatni boy tarixiy va madaniy merosi, turli tabiiy go'zalliklari va mehmondo'st xalqi turizmni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. Quyidagi yo'nalishlar O'zbekistonning turizm siyosati va boshqaruvida alohida ahamiyatga ega. Demak, bu mehmonxonalar va turistik infratuzilma, yangi mehmonxonalar, turistik agentliklar va infrastrukturani loyihalarini amalga oshirish bo'lib kiradi ekan. Keyin madaniy merosni saqlash, ya'ni tarixiy joylar, obidalar restavratsiya qilish, ularni turizm uchun qulaylashtiradi. Ya'ni shu madaniy meroslarimizni asrab avaylash, shuni aytib o'tsak bo'ladi. Keyin marketing kompaniyalari xalqaro turizm targ'ibotini kuchaytirish uchun marketing va reklama kompaniyalarini tashkil etish. Barqaror turizm, ekologik barqaror turizmni rivojlantirish, tabiiy resurslarni himoya qilish va mahalliy jamiyatlarni qo'llab-quvvatlash. Va oxirgisi xalqaro hamkorlik, boshqa mamlakatlar bilan turizm sohasida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish va tajriba almashishni aytib o'tsak bo'ladi. Endi ikkinchi rejamiz bo'yicha hududiy rivojlanish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish va hududlararo turizmni targ'ib qilish. Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-avgustdagi PF 5781 sonli O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni va boshqa shu kabi huquqiy me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Shu bilan birga O'zbekiston yoshlar turizmini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqilgan bo'lib, shu asosda ishlangan loyihalarni amalga oshirish natijasida 2020-2025-yillarda mamlakatda yoshlar turizmini rivojlantirishga oid maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olingan. Demak, jumladan xorijlik yoshlar soni, yosh sayyohlar soni 1,3 milliondan 2020-yilda 2,2 millionga, 2023-yilda 3,3 millionga, ichki turizm bozori bo'yicha yosh sayyohlar soni 8,1 milliondan 2020-yilda 10,10 millionga, 2023-yilda 13,6 millionga yetkazish. Shu qatorda 2020-yilda 20 ta, 2023-yilda 60 ta xalqaro darajadagi tadbirlar o'tkazish rejalashtirilgan va o'tkazilgan. Demak, keyingi slaydimizda hududlar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi ko'pincha ijtimoiy soha va turizm tarmog'ining rivojlanishi bilan belgilanadi. Shunga ko'ra hozirgi vaqtda turizm milliy iqtisodiyotlarning yetakchi tarmog'i sifatida muayyan mamlakatning barqaror rivojlanishida o'zining ahamiyatli ulushga ega. Turizm sohasi inson salohiyati rivojlanishining muhim omili bo'lib bormoqda. Shunday ekan, bu muayyan mamlakat yoki hududda yangi ish o'rinlarining yaratilishi, qo'shimcha investitsiyalarning jalb qilishi, soliq tushumlarining oshishi, madaniy, tarixiy va tabiiy boyliklarni saqlash hamda oqilona foydalanishda o'z aksini topmoqda. Endi 3-rejamiz bo'yicha gaplashsak, xalqaro hamkorlik, xalqaro turistik tashkilotlar bilan hamkorlik va chet el sayyohlarni jalb qilish strategiyalari. Xalqaro hamkorlik va xalqaro turistik tashkilotlar bilan
Hamkorlikning hamkorlik shuningdek chet el sayyohlarni jalb qilish strategiyalari bugungi kunda turizm sohasini juda muhim hisoblanadi. Quyida bu mavzu bo'yicha ba'zi asosiy jihatlarni keltirsak. Xalqaro hamkorlikda endi tashkilotlararo hamkorlik bular eng birinchi Butunjahon turizm tashkiloti, ya'ni UNWTO. Bu tashkilot turizmni rivojlantirish, xavfsizlikni ta'minlash va barqaror rivojlanish uchun turli mamlakatlar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantiradi. Yevropa Ittifoqi Yevropa mamlakatlari o'rtasida turizm sohasida tajriba almashish va birgalikda marketing strategiyalarini ishlab chiqish. Keyin moliya va investitsiya bo'yicha, ya'ni xalqaro moliya institutlari, masalan, Jahon banki xalqaro turizm infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb qilishni aytib o'tsak bo'ladi. Keyin ma'lumot va tajriba almashish. Bunda endi xalqaro seminarlar, konferensiyalar, forumlar tashkil etish orqali tajriba bilimlarini almashishni aytsak bo'ladi. Keyingi slaydimizda endi bu tashkilot, ya'ni UNWTO Butunjahon turizm sayyohlik tashkiloti to'g'risida ozgina ma'lumot berib o'tsak, Jahon sayyohlik tashkiloti, ya'ni UNWTO Birlashgan Millatlar Tashkilotining mas'uliyatli, barqaror va hamma uchun ochiq bo'lgan turizmni targ'ib qilish agentligi hisoblanadi. Tashkilotning bosh qarorgohi Ispaniya poytaxti Madrid shahrida joylashgan va bu tashkilot 1975-yil 1-noyabrda tashkil etilgan. Turizm sohasidagi yetakchi xalqaro tashkilot sifatida UNWTO sayyohlikni iqtisodiy o'sish, inklyuziv rivojlanish va ekologik barqarorlik omili sifatida targ'ib qiladi va butun dunyo bo'ylab bilim va sayyohlik siyosatini ilgari surishda yetakchilik va qo'llab-quvvatlashni taklif qiladi. UNWTO bir qator ustuvor vazifalarni oldinga qo'yib olgan, ya'ni ustuvor shu kabi vazifalarni bajaradi. Bular turizmni global va kun tartibiga kiritish. Ikkinchidan, turizmni raqobatbardoshligini oshirish. Ya'ni ko'proq turizm maqsadida sayohatlarni amalga oshirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan, sayyohlarni ko'p undashni aytib o'tsak bo'ladi. Keyin turizmning barqaror rivojlanishiga ko'maklashish. Undan keyin turizmning qashshoqlikni kamaytirish va rivojlanishiga qo'shgan hissasini oshirish. Keyingi navbatda bilim, ta'lim va sayohatni oshirish va so'nggi asosiy vazifasi demak hamkorlik aloqalarini o'rnatishni aytib o'tsak bo'ladi. O'zbekiston 1993-yilda BMT Butunjahon sayyohlik tashkiloti a'zoligiga kirdi. Butunjahon sayyohlik tashkiloti bilan hamkorlikni mustahkamlanishi qator muhim hujjatlarni qabul qilinishiga turtki bo'ldi. Masalan, 1994-yili 19 ta mamlakat Buyuk Ipak yo'lida sayyohlikni rivojlantirish to'g'risidagi Samarqand deklaratsiyasini qabul qilindi. 1999-yil turizm va madaniy merosni asrash bo'yicha Xiva deklaratsiyasi qabul qilingan va 2002-yilda esa Ipak yo'li bo'yida sayyohlikka doir Buxoro deklaratsiyasi imzolandi. 2004-yil 19-may kuni San Marino O'zbekiston hukumati va Butunjahon sayyohlik tashkiloti o'rtasida Samarqand shahrida Buyuk Ipak yo'li bo'yicha mintaqaviy ofis ochish to'g'risida bitim imzoladi. Ushbu hujjat 2024-yil 21-oktabrda Respublika Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlandi. Va oxirgi slaydimiz endi 2020-yili O'zbekiston 2023-yilda UNWTO bosh assambleyasining 25-sessiyasini Samarqandda o'tkazish bo'yicha rasman o'z nomzodligini ilgari surdi. 2021-yil dekabr oyida UNWTO bosh assambleyasining Madrid shahrida Ispaniyada bo'lib o'tgan 24-sessiyasidagi ovoz berish natijalariga ko'ra O'zbekiston Portugaliyani ortda qoldirdi. Samarqand 2023-yil UNWTO bosh assambleyasining 25-sessiyasi o'tkaziladigan joy sifatida e'lon qilingan va shu yerda aynan bo'lib o'tgan 2023-yilda. Demak, aytadigan ushbu mavzu bo'yicha aytadigan asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr.